kuzatuvchilarimizga ishlab chiqarishi, ichidan olingan real ishlab chiqarish jarayonlari qiziq ekan. Xo'p, bugun bizni Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ProPlast korxonasiga keldik. Mana shunaqa dekor plastlarni ishlab chiqarish jarayonini sizlarga ko'rsatib boramiz. Buni hammangiz bilasizlar. Qani ketdik. Korxonani yaqindan tanishtirishda bizga korxona egalaridan Qahramon do'stimiz yordam beradi. Mani ismim Qahramon, ProPlast korxonasida ta'sischiman. Qani ketdi. Korxona umumiy maydoni 1100 kvadrat. 1100 kvadrat ishlab chiqarish maydoniga ega ekan. Yotoq, oshxonalar bular 300 kvadrat atrofida, qo'shimcha stangi. Mana shunaqa hududda shu ishlab chiqarishni yo'lga qo'ysa bo'lar ekan bemalol. Soni shuncha ortildi va hammasi bo'lgandan keyin buni rasmga vakuumda sovutib beradi. Issiq suv tushadi, tushgan suvni motor tepaga haydab beradi. Tepadan yomg'ir bo'lib tushib, Farg'ona, Namangan, Andijon vodiyda dillarimiz yo'q. Qoraqalpoq hamda Buxoroda. Ana, qolgan viloyatda hamma viloyatlarda bor dillarlarimiz. Dillarlar uspet qilib qolinglar. Aloqaga chiqinglar. Eksportchi. Eksportdan yo'lga qo'yamiz. Agar bizani eshitib turganlar bo'lsa, mana shu O'zbekiston yaqin chegaradosh davlatlarimizni murojaat qilinglar. Telefon raqamlarini, Telegram, Instagram nimalarni qo'yib, ma'lumotlarni qo'yib ketamiz. Bemalol do'stimizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.